Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Savol beribdilar. Alloh taoloning ismlari bilan boshqa insonlarni nomlashlik joizmi? Xosatan akbar degan va boshqa ismlarni hukmi qanday bo'ladi deb so'rabdilar. Biz bu savolga emas, umumiy ravishda mana shu ismlarni kengroq javob berishga harakat qilamiz. Ismlar xosatan Alloh taoloning ismlari va umumiy ismlar 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismi yolg'iz Allohga xos bo'lgan ismlar. Allohdan boshqasini mana bu ismlar bilan nomlashlik joiz emas. Masalan, Al-G'afur, Al-Xoliq, Ar-Roziq, Al-Muhyi, mana bunga o'xshagan ismlar. Ya'ni mag'firat qiluvchi, gunohlarni kechiruvchi yoki yaratuvchi, rizq beruvchi degan ma'nosini ega bo'lgan ismlar, bu yolg'iz Allohga xos bo'lgan ismlar. Insonlarni biz falonchi G'ofir yoki G'afur yoki Xoliq yoki Roziq desak bo'lmaydi. Bu yolg'iz Allohga xos bo'lgan ismlar. Ikkinchi turdagi ismlar faqat maxluqlarga xos bo'lgan ismlar. Alloh taologa mana bu ismlarni qo'yishlik joiz emas. Ya'ni Alloh taoloni bu ismlar bilan nomlashlik joiz emas. Masalan, ba'zi ma'nosida yomon bo'lgan ismlar. Masalan, ba'zi millatlarda Boltavoy degan ism bor, Teshavoy degan ism bor va shunga o'xshagan ba'zi bir narsalarning yoki sifati yoki bir umuman ma'nosi bo'lmagan ismlarni Alloh taologa qo'yishlik joiz emas. Bir insonni Boltavoy desa, masalan, Alloh taoloning mana bunda ismi ham, sifati ham yo'q. Bu ismlar yolg'iz odamlarga xos ismlar. Uchinchi turdagi ismlar bu Alloh taologa ham, Alloh taolodagi bor ismlar va insonlarga ham qo'ysa bo'ladigan ismlar. Bu ismlar ikkala zot, ya'ni Allohga ham, odamlarga ham qo'ysa bo'ladi. Lekin Allohga qo'yilgan ism xos, o'zini ma'nosiga ega bo'ladi. Odamlarga qo'yilgan ism esa shunchaki ajratilishlik uchun bo'ladi. Masalan, misol keltiraman, Aziz degan ism yoki Karim yoki Hakim degan ismlar bu Alloh taoloning ismlari, lekin odamlarga ham qo'ysa bo'ladi. Lekin buning farqi shundaki, Alloh taologa qo'yilgan ismlar mana shu ismni sifatiga ega bo'lganligi uchun qo'yilgan. Masalan, Alloh taoloni biz Aziz degan zot desak, izzat egasi degan ma'no kelib chiqadi. Al-Hakim deb aytadigan bo'lsak, hikmatda kamolotga erishgan zot degan ma'no kelib chiqadi. Ammo odamlarga qo'yilgan ism esa shunchaki boshqasidan ajratib olishlik uchun qo'yiladi xolos. Buni sifati bo'lganligi uchun emas. Ya'ni bir insonni 4 ta 5 ta farzandi bo'lsa, mana bu katta farzandini kichikrog'idan ajratishlik uchun Hakim deb aytadi. Ikkinchisini Aziz deb aytadi. Uchinchisini Karim deb aytadi. Nimaga? Mana bu birinchisi kattasi Karim ekanligini bilishlik uchun, keyingisi Aziz ekanligini bir-biridan ajratib olishlik uchun qo'yiladi xolos. Lekin mana bunga Aziz degan ismni qo'yadigan bo'lsak, bu izzat egasi degani emas. Shuning uchun Alloh taolo oyatda va imro'ata aziz, azizning ayoli deb turib, Misrni podshohini Alloh taolo aziz deb aytdi. Ya'ni uni ismi aziz ekanligini Alloh taolo zikr qildi va bunda bir yomon shariatdagi bir xilof ish bo'lmadi. Nimaga? Chunki u shunchaki ism edi. Lekin Alloh taoloning ismlari bundan farqli o'laroq Alloh taoloning ismlari sifati uchun qo'yiladi. Shuning uchun qaysidirki bir ismni odamlarga sifati uchun qo'yiladigan bo'lsa, bu ism qo'yishlik joiz emas. Alloh taolo Rasul sallallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib turib, falonchi Hakim deb aytdilar. Nimaga falonchini Hakim deb nomlashligining sababi, u o'zi aslida nomi, ismi Hakim bo'lmagan, balki odamlarni ikkitasi tortishib qoladigan bo'lsa, bir adolatli hukm chiqarganligi uchun odamlar uni mana bu Hakim zot degan ismni qo'yib qo'ygan edi. Rasul sallallohu alayhi vasallam Hakim deb aytmaylar. Yolg'iz Allohgina Hakimdir. Balki buni Abul Hakam deb qo'yinglar deb aytadi. Nimaga bu yerda Hakim degan nomdan qaytarildi? Vaholanki Hakim degan ismni qo'yishlik joiz insonga. Chunki bu insonga hikmati uchun qo'yilgan edi. Sifati uchun ism faqat yolg'iz Allohga qo'yiladi. Hikmat sifati ega bo'lgan zotgagina Hakim deb aytiladi, Alloh taologa. Ammo insonlarga biz tug'ilgan paytda bir insonga biz Botir deb qo'yadigan bo'lsak, bu kuchli bo'lganligi uchun emas, balki bu hali yosh bolakayni biz Botirmi, Hakimmi, bu izzat egasimi bilmaymiz, shunchaki Aziz deb qo'yamiz. Bu hayotida eng xor izzat egasi emas, xorlik egasi bo'lib qolishligi mumkin. Yoki bo'lmasam bir insonning ismini Abdulloh qo'yadigan bo'lsak, Allohning quli deb qo'yamiz-u, bu inson kofir bo'lishligi mumkin.
Bir insonni ismini bir judayam bir pastkash, bir boltavoy deb qo'yadigan bo'lsak, aslida bu ma'no masalan bir katta ma'noga ega emas, lekin bu kelajakda judayam katta bir qahramon bo'lishi mumkin. Demak, biz odamlarga qo'yadigan ismlarimiz sifati uchun emas, shunchaki ajratib olishlik uchun qo'yamiz xolos. Sifati uchun yolg'iz Allohga qo'yiladi. Shuning uchun ba'zi ismlarni, Allohga xos bo'lmagan ismlarni insonlarga qo'yishlik joiz. Akbar bo'lsin, aziz bo'lsin, hakim bo'lsin. Yana bitta masala bor. Bu arab tilidagi xos. O'zbek tilida bu narsani bilib bo'lmaydi. Arab tilida alif lomni qo'shib turib, qaysi ismni bo'lsa ham qo'ysa bo'lmaydi. Masalan, Ali Aziz deb turib bir insonni nomlasa bo'lmaydi. Chunki alif lom mutlaq hamma narsani o'z ichiga olgan bir sifatning egaligi, ya'ni bir insonni al aziz desak barcha izzat egasi degani. Bu arab tilida bo'ladi, o'zbek tilida alif lom qo'shilmasligini bilinmaydi. Shuning uchun bu arablarga xos masala. Lekin boshqa qavmlarda shu sifatiga qo'yilmagan bo'lsa, shunchaki ajratilishi uchun qo'yiladigan bo'lsa va Alloh taologa xos ism bo'lmasa, mana bu ism qo'ysa bo'laveradi. Vallohu a'lam.